detalli plan grafiksiz qurilish qanday oqibatlarga olib kelishligini quyidagi videoda bilib olishingiz mumkin. Hali hech qayerda bu ma'lumotlarni eshitmagansiz. Aksariyat qurilishlarda plan grafikning ahamiyati unutiladi yoki umuman foydalanilmaydi. Keling, siz bilan qurilishda detallashtirilgan plan grafik bo'lmagan holatda qurilishda qanday muammolar yuzaga kelishligini ko'rib chiqamiz. Birinchi holat. Qurilish maydonida ishchilar kelgan, lekin materiallar yetarli emas. Yoki buning aksinchasi, materiallar yetarli darajada, ishchi kuchi yetarli emas. Bu ikkala holatda ham resurslarning noto'g'ri taqsimlanishi oqibatida qurilishning xarajatlari oshishiga olib keladi. 2. Qurilishda transportning har turgan soati pulga tengdir. Qurilishda transport vositalarining to'g'ri taqsimlanmasligi, ishlaydigan transport vositalari va transport vositalarining yetarli emasligi qurilishda xarajatlarning oshishiga olib keladi. 3. Qurilishda bilamizki, bir qurilish tashkiloti barcha ishni o'zi qila olmasligi mumkin. Bu holatda subpodratniy organizatsiyalarga murojaat qilinadi. Yetarli darajada frontning mavjud emasligi, resurslarning to'g'ri taqsimlanmasligi oqibatida bu ham ortiqcha xarajatlarga olib keladi. 4. Qurilishning kechishi. Qurilish obyektlari odatda qurilish loyihalarini deadline'ni noto'g'ri tanlash oqibatida qurilish kechikishlarga uchraydi. Bu esa investorlar hamda xaridorlar orasida qurilish kompaniyasiga nisbatan reputatsiyasining tushishiga olib keladi. Bu o'z navbatida qurilish firmasiga keladigan obyektlarning miqdorini kamayishiga olib keladi. Qurilish obyektingizda shunga o'xshash muammolarga duch kelyapsizmi? Unda biz bilan bog'laning. Biz muammoni joyida hal qilamiz.